Xo'p, hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Umar Mo'minov kanaldasizlar va bugungi videoda men sizlarga mana shunaqa ekraningizda ko'rib turgan infografikani qilishni o'rgataman va birga qilamiz. Photoshopda o'zingizlar batafsil ko'rib olasizlar va buni o'z ko'rgan ishlarni полностью sun'iy intellektda qildim. Конечно, tekstlarini va boshqa narsalarni Photoshopda qo'shamiz. Основной kompozitsiyani biz sun'iy intellektda yasab va shu orqali infografik qilamiz va o'zingizlar ko'rasizlar, вообще qoyil qolasizlar, to'g'risini aytsam. Shuning uchun sizlardan faqat like va obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. 100 ta obunachi bo'ldi уже, вообще xursandman. Sizlarga rahmat kattakon, meni ko'rib borayotganingiz uchun va shu sohaga qiziqishingiz uchun. Bo'lmasa boshladim. Xo'p do'stlar, o'tgan videoda ham aytib o'tganimdek, agar sizga ham shunaqa tayyor fonli infografikalar uchun mana shunaqa plashkalar kerak bo'lsa, hammasini o'zgartirib bo'ladigan infografika uchun kerak bo'lsa, bemalol do'stlar Telegram kanalimga o'tib, meni lichkamga, direktimga yozsanglar, sizga atagina 100 ming so'mga sotib olsanglar bo'ladi. Shu plashkani hammasini o'zgartirib bo'lsa bo'ladi, o'zingizlarning ishlaringizda ham ishlatsanglar bo'ladi. Va mana bu fonlarni ko'rsanglar, вообще idealniy fonlar infografika uchun va bularni olish uchun meni Telegram kanalimga o'tib, menga yozsanglar, bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Hammasi trendoviy, hammasi 26-yilga kerak bo'ladigan, o'zim ishlatadiganim va qattiq sotib olishni bilasizlar. Biz videoga ketdik. Xo'p do'stlar, birinchi bo'lib Photoshopga o't olamiz va o'tni sozdaytni bosib, o'zimizga shunda hozirlik ko'rsataman, yana ko'rsatib o'tib ketaman. 1800 ga 1440 razmerda host sozdayt qilib olamiz va bu infografika uchun. Shunda keyingisi nima qilamiz? ChatGPT ga o'tamiz va sizlarga rekomendatsiyam, maslahatim ChatGPT to'g'ri 0 yoki 10 ni tanlaysizlar generatsiya, rasm generatsiya qilishi uchun. Chunki eng zo'ri generatsiya uchun faqat shu. Xo'p, mana bunaqa prompt yozasizlar. Men hozirgi ekraningizda ko'rayotgandek va buni o'zingizlar yozsanglar bo'ladi yoki Telegram kanalimga tashlab qo'yman va yanada do'stlar, Telegram kanalimda batafsil katta ekraningizda ko'rib turgan promptni ham tashlab beraman. Bu yerda уже shuni qo'ysanglar bo'ladi. Любой tovaringizga ketadi u narsa. O'zimdan любой xos tovar olasizlar, o'zingizlarga kerak bo'lgan, agar dizayn uchun bo'lsa, dizayn uchun ko'rish uchun, agar o'zingizlar tovaringizni qotgan bo'lsanglar, ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zingizlar tovarini ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, va bu shunda bu tovarni ham Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Men buni bemalol ko'chirib, o'zingizlar men bilan birga qaytarib qo'ysanglar bo'ladi. Va bunga qaranglar do'stlar, va qanaqasiki bu zo'r bo'lmashi mumkin. Va bu kompozitsiyani qaranglar va sun'iy intellekt orqali qilingan narsa. Bu вообще portlab keladigan narsa, chunki oddiy dizaynerning o'zi unaqa to'g'risi qilish uchun вообще juda vaqt ketadi va bunaqa, nayrni kompozitsiya oddiy hayotda qilib bo'lmaydi. Chunki mana ko'rayotganingizdek har xil spesifiklar bor. Xo'p, buni ko'chirib olamiz. Hozirda ko'chirib olib va tashlaymiz Photoshopga tashlaymiz. Keyin o'zimizga Ctrl R qilamizda, Ctrl R qilib olib, o'zimizga liniyalar qolishimiz kerak bo'ladi. Obodroq qilib turaman. Ctrl R qilib liniya qilib olamiz, чтобы tekst va qolgan narsalar sig'ishi uchun. Va bu yerda biz prям professional qilmayman hozir, просто sizlarga ko'rsatib o'tib ketish uchun qanaqa qilsa bo'ladi va qanaqa chiqadi sun'iy intellekt orqali qilganda. Tak. Mana вообще zo'r chiqdi, to'g'risi вообще idealni zo'r chiqyapti. Пока что men bu kompozitsiyasi lekin menga juda yoqdi va men bu setkani olib tashlash uchun Ctrl va qoldiraman, ekraningizda chiqdi. Xo'p, va shunaqa qilib olamiz deb va buni обработка qilsak bo'ladi-yu. Ну, давайте обработка qilamiz. Tak, smart obyektda o'tgan bizga filtr ochamiz va filtr kamera raw. Xo'p, filtr kamera ochilgandan keyin biz основныйga o'tib olamiz va o'zimizga ko'zimizga qarab qilamiz, chunki har bir tovarga individual qarash kerak. Xo'p, buni qarab chiqamiz va tez bosib chiqaman buni. Xo'p, buni сравнениясini ko'rish uchun сравнение. Xo'p, buni разницасы сравнение tushundinglar deb degan umiddaman. Shuni ko'rsanglar va сравнениясini ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda qanaqa более так яркий, живойroq qilamiz. Chunki bu shu men qoyil qoldim to'g'risi ChatGPT dan. Men o'zi boshqa ishlatardim, lekin bu videoda ChatGPT ishlatib ko'rdim va juda qoyil qoldim. Shuning uchun bemalol ChatGPT ishlatsanglar bo'ladi. Tekin tekaga shunaqa zo'r narsa qilsa bo'lar ekan.
To'g'risi ma'qul qoldi. Xo'p, detalizatsiyaga sal regulirovka резкость. Men nima qaytarsam shuni qilsanglar bo'ladi sizlar ham agar men qotgan tovar qotgan bo'lsa. Xo'p, mana bu уменьшение шума salgina qilamiz. Вот. Четкий bo'lyapti. Так, цветокоррекция. Цветокоррекцияda более фиолетовый rangga olamiz. Pushti rangi. Так, pushti rang bo'lsa nima qilamiz? Так, va вообще zo'r. Idealni просто. Bugun plashkalarni biz o'zimiz qilamiz va aytib o'tganimda o'tgan videoda ham aytib o'tgan edim. Agar ekraningizda ko'rib turgan plashkani sotib olmoqchi bo'lsanglar, menga Telegram kanalimga o'tib, lichkamga yozsanglar, direktga, lichkamga, Instagramga farq yo'qotga yozsanglar, men sizlarga sotib olganinglardan keyin 100 ming so'm turadi. Bu chunki privatniy pak, o'tgan videoda ham aytgan edim. Sotib olsanglar, men sizlarga tashlab beraman va instruksiyasini ham qanaqa qilishni o'zingizga olishni ko'rsatib o'taman. Xo'p, bo'ldi deb o'ylayman. Sal, naверное, anosi bo'lib ketdi-yu. No, вот смещение всё idealni chiqdi, lekin qaranglar, цветокоррекцияsiz, цветокоррекция bilan вообще zo'r, lekin to'g'risi aytsam вообще zo'r. Xo'p, tekstni biz qanaqa qilamiz hozir? Tekstga biz просто AirPods deb yozib turamiz. AirPods. Так, anaqa qilamizda. AirPods. Так, men boshqacha qaysidir effekt qilmoqchi edim. Shu hozir effekt qilib ko'ramiz, чтобы oddiy bo'lib qolmash uchun osqani. Buni kopировать qilib turaman. Kopировать qilish uchun Ctrl J ni bosasizlar, o'tgan videolarda ham aytib o'tgan edim qanaqa qilishni. Buni o'chirib turaman. Shunda Y ni bosib, inglizcha Y ni bosib, lastikni olib sal o'chiramiz, unaqa effekt qilamiz-da. Takoy effekt qilib, чуть-чуть sal qaysidir effektni добавить qilsak, более живойroq chiqadi roboti va вот. Endi ko'ramiz. Hozir yana bitta narsa qilib ko'raman endi bunga. Tak, AirPods. To'g'risi menga ikkalasi ham yoqadi. Hozir men перекрыть мягкий свет ham zo'r chiqadi. Мягкий svetga hozir biz yana nima qilsak bo'ladi? Выполнить обводку. Снаружи qilamiz-da. Чуть-чуть. Vau, effekt qaranglar. Lekin baribir ham chitabilnosti kam bo'ti, shu uchun men shuni qoladigan bo'ldim. Baribir ham shunda qolamiz. Lekin buni sal anusni gradient qilishimiz kerak. Наложение градиента qilib hammasini o'chirib tashlaymiz-da. Bu yerga bu rangni olamiz. Hop. Вообще zo'r chiqadi, lekin menga пока что вообще zo'r yoqadi. Такой необычный эффект bilan chiqadi. Sal buni kattaroq qilsa ham bo'lar ekan. Chitabilnost bo'lish uchun. Так, AirPods и для наушников deb yozamiz. Xo'p, наушники беспроводные qilamiz. Shunaqa qilgan yaxshiroq ekan, chunki tovarda o'zida ham shunaqa yozilgan ekan, наушники беспроводные. Так, hozir men o'chirib turaman, чтобы ko'rib olish uchun. Voy, do'stlar, вообще zo'r chiqadi, lekin hozir o'zimga yoqib ketyapti. Va buni portfolyomga добавить qilamanmi deyman, chunki sizlar ham o'zingizga shunaqa qaranglar, neyrositda prompt yozayotgancha sizlarni nima ushlab turadi? Chegara qilib turadigan narsa bu faqat sizlarning fantaziyanglar. Agar uni ochib bera olsanglar, promptda ham yozayotganlarda ham tovarni atmosferasini, tenini, anusini yozayotganlarda ochib bersanglar, xuddi shunaqa rezultatga qilasizlar. Qaranglar, bu современный realizm stilda qolamiz. Bu очень прям bunaqa stil qilish uchun постараться qilish kerak. No, ChatGPT bilan biz вообще просто idealni qilamiz. Xo'p, bunga ham hozir effekt qilib ko'raman. Tepadagi anaqa qilib. Yo'q, buni qoldiraman, shunaqa deb o'ylaymanmi? Yo'q, пока что hozir yana bir ko'raychi. Tak, chunki buni просто qoldirib bo'lmas ekan. Yo'q. Buni gradient qilamiz bo'lmasa, buni gradient qilaylik. Shuni gradient bilan zo'r chiqadi-da, вот. Faqat naborot qilish kerak. Buni o'tga, buni bu o'tga. Anaqa. И sal светлыйroqga. Всё, вот, четко. AirPods, наушники беспроводные.
Tak, endi xarakteristikalarni yozib chiqishimiz kerak. Xarakteristikalarni qanaqa yozamiz? 50 minut deb yozib qo'ygan. Так, o'zi ham infografikasi ham bunaqa ekan ularni. Qaranglar hozir. Ну, infografikasi zo'r. Ну, такой более минималистичный stilda ekan. No, biza hozir bularga qaranglar qanaqa zo'r yoqamiz. To'g'risi maqtanish emas-ku, no, agar sizlarga ham shunaqa uslugalar kerak bo'lsa, dizayn, infografika va tovaringlarga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Portfolio ham Telegram kanalida bor, o'tib olsanglar o'shda portfolio ham bor. Rus tilida, ingliz, rus tilida, o'zbek tilida va Behance ham bor. Va hamma Instagramdan ham Uspar Project yozsanglar chiqadi, hammasini ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Portfolio ishlarim hammasi bor va sharhlar ham qoldirganman. Odamlar yozib, sotib olgan odamlar yozib qoldirishgan. Xo'p, время zadi 50 minut. Shunda buni qanaqa qilamiz? 50 minutiga. Hozir qanaqadir необычный o'ylashimiz kerak. Что hammasi ko'rinish uchun Flatikonni topib oldik va Flatikon saytini ham men Telegram kanalida qoldirgan edim. O'tgan videolarimda bemalol o'tib olib ko'rib olsanglar bo'ladi. Hop, bizga kerakli bo'ladigan shu deb o'ylayman. Yo, bizga qasdir такой уникальный kerak-da. Odamlar krasivo bo'lib turadigan. Plashkaga tushadigan. Men buni olsaymi deb o'ylayapman. Yoki yo, mana думаю, это yo'q, ладно. O'zini qoldira qolamiz. O'zi bo'lib chiroyliroq ko'rinadi. Ustiga bosamiz va наложение цвета qilib o'zgartirib olamiz. O'zgartirib olib, buni smart obyektga qo'yaylik. To'xtang, orqaga va преобразовать smart obyekt. Zo'r. Buni qilamiz-da. Hozir eshik orqasiga plashka qilamiz agar yaxshi tushmasa. Va qaranglar do'stlar, hozir plashka qildik. Plashkani ko'rsatib o'taman sizlarga. Orqasida mana bu добавить qilasizlar. Ну, buni oddiy, to'g'risi mayli ko'rsatib o'tib ketaman. Mana прямой угольник tanlaysizlar qilib, hozir sizlarga ko'rsatdim. Mana прямой угольник, bu yerga kirasizlar, zaливка, gradientni tanlab va gradient qo'shasizlar va orqasiga obvodka qo'shib и bo'ldi. Orqaga o'tkazib hammasini to'g'rilab chiqasizlar. Ko'zingizga qarab, plashka deb yozib qo'yaman. Plashka. Bugun to'g'risi kurs emas-u, sizlarga prям o'rgatish uchun, просто vizualni ko'rsatib o'tib ketyapman sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Bu to'g'risi kurs emas-u va shuning uchun shunaqa. Xo'p, 50 minut edi. Keyingisi u nas keyingisi bizda 4 mikrofoni. Hop, mikrofon zo'r, mana bunisini olib qolamiz mikrofonni. Keyin buni skopировать qilamiz. Oy, plashkani o'chirib yubordim. Zo'r. Va keyingisida bu yerga tashlaymiz-da. Buni o'chirib oy, ya'ni plashka o'tib ketyapti-yu. Hop, noto'g'ri narsani tanlab qo'yaman. Вот, endi o'chmaydi. Naq qilib преобразовать smart объект. Ctrl-T, Ctrl-T, Ctrl-T. Yoki agar MacBookda ishlayotgan bo'lsanglar, Command-T. Xo'p, o'tdi mikrofon edi. Так. 4 mikrofoni. 4 mikrofoni. 4 mikrofon. Hozir buni rangini o'zgartirib olamiz. Shunaqaroq qoldiramiz. Hop, endi mana buni oq qolamiz va chotki. Hop, mana bunisi orqasi qolib ketyapti. Bitta liniyada qilishimiz kerak, вот, idealni. 4 mikrofonni, bu kichkina bitta xarakteristikasini berib qo'yamiz va уже qolgan slaydlarda do'stlar o'zingizlar qolsanglar bo'ladi. Agar kerak bo'lsa, agar ikkita 3 ta infografik kerak bo'lsa, qolgan slaydlarga bo'ladi, qolgan infografikalarga. Qovamiz chiqib ketdimi deyman-da, sal chiqib ketdi va shuning uchun bitta liniyada qolaman. Bo'ldi. Hop. Oxirisida yana bitta 4 цвета. Boshqa 3 va shuni bitta liniyada tortib olamiz. Hozir под размер еще регулировка qilib qo'yamiz. Так, nechta цвет? 4 rang. 4 цвета. 4 цвета va zo'r.
4 цвета, отступini qaraymiz. Так, rainbow color. Bu yerga biz hozir color deb yozamiz. Color. Xo'p, colorga biz mana bunisini ishlatsak bo'lar ekan, o'zi yaxshi ekan o'zi. Так, sirasi oqqa o'zgartiraman va buni o'chirib preobrazовать smart obyekt. Smart obyekt qilamiz va joyiga qaytarib qo'yamiz. Hop, bular bilan bitta o'tstupni qilamiz. Aha, четкий. Вообще zo'r chiqdi. Hop, o'tstup. Так, sal mana qilib zo'r. Endi plashkani shu davomidagi tortib olamiz va bo'ldi. 4 цвета. 4 цвета va 50 minut. Четкий bo'ldi. Вообще ideal. Вот для xarakteristika uchun birinchi main deganda birinchi ko'rinib turadigan, uzunga kirganingizda ko'rinib turadigan обложка uchun bu вообще zo'r. Ko'rinib turibdi сразу 50 minut, 4 mikrofoni, 4 цвета. Va вот eng katta aksent tovarga tushib turibdi. AirPods наушники беспроводные 50 minut, 4 mikrofon, 4. Va agar qolgan anuli kerak bo'lsa sizlarga, mana o'tib salani bo'lib ketibdi, lekin buni to'g'rilab olamiz hozir. Qaranglar, agar uni kerak bo'lsa sizlarga o'zingizlarning tovaringlar uchun qarab, baribir hamma o'zi xohlagandek qiladi. Bu bilan hamma anaqa qiladi. Все согласятся, как говорится. Va o'zingizga qanaqa yoqsa shunaqa qilsanglar bo'ladi. Menikidek birma-bir qaytarmasanglar ham bo'ladi. Baribir hamma o'zi yoqqan narsani qiladi. Shuning uchun вот buni ham qildik. Buni o'chiraman va bo'ldi. Buni qilamiz. Ustida ham to'g'rilab oldik. Bo'ldi do'stlar, va shuni eksportirovat qilib, uni oxirgi chetda korreksiya qilamiz. Filtr qilib, filtr kamera raw. Salom o'zi yaxshi turibdi. Цвета korreksiya bo'yicha. Xo'p, bitta цвета korreksiya qilib, sal anula добавить qilib, так живойroq qilamiz sal tovarni va sochniroq qilib, prям marketing tomonidan reально zo'r ketadi bu narsa. Gapimga to'liq ishonaversanglar bo'ladi. Xo'p, регулировка резкости, уменьшение шума. Уменьшение шума, регулировка резкости. Sal cveta korreksiyada акцент qo'shamiz. Черные тени убираем, как говорится. Va вот. Смещение и баланс. Zo'r. Чуть-чуть, конечно, разница salgina bilinadi, но bilinadi. Hop, mana bu oqlarni buni ko'rsak bo'ladi. Bitta narsa ko'rsatamaslik hozir. Oq kist olamiz. Ustidan bitta o'tamiz. O'tvoramiz shuni. Bularni ham shuni o'tvoramiz. Shuni o'tib va мягкий. Так, mana bu yerda мягкий свет tanlaysizlarda o'chirasizlar salgina. Va ko'rsanglar yonib turibdi, yo sal ko'payib ketibdi, lekin to'g'risi bu tegilarida kerak emas ekan, chunki вообще ko'payib ketyapti. Hop, men o'ziga aksent berish uchun tegini olib tashlayman, ustida aksent bo'lib tursa, voy, noto'g'ri narsa qilib qo'ydim. Вот. Aksent bo'lib turish uchun u ham sal pal bossam. 25, 17, 25. Qaraymiz, ko'zga qanaqa yaxshi ko'rinsa shuni qilamiz. Bo'ldi. Tayyor infografikamizni uni fayl eksportirovat как PNG qilib o'zingizga saqlanib qolsanglar bo'ladi. Va xo'p do'stlar, hammaga rahmat ko'rganingiz uchun bu videoni. Sizlar Umar Mo'minov kanalida edinglar va meni ko'rishda davom etaveringlar va like, agar sotmoqchi bo'lsanglar pakni bemalol yozsanglar bo'ladi yoki infografika dizayn uslugasi kerak bo'lsa sizlarga bemalol menga murojaat qilsanglar bo'ladi. Sizlar bilan Umar edi. Hammaga rahmat va xayr.